Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Donald Trump huquqlarni hukumat emas, balki Parvardigor baxsh etgandir dedi. Bir hafta ichida ikki davlat Xitoy tarafga o'tdi. Amina Erdo'g'an Amerikada amerikalik musulmon ayollar vakillari bilan ko'rishdi. Marmara dengizi Silivri qirg'oqlarida yetaverish yuz berdi. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Bütün dünyanın diqqətində bolayotgan 2019 yıllık Dünya Klimat yığını Birleşken Devletler Teşkilatı'nın New York'taki baş ştabıda başlanğanda dünyanın hər qaysı yerlərdən kelgan dövlət rəhbərləri, soğut sanat sahəsindəki peşivala və puqravi cəmiyyətin vəkilləri qatnaşdı. 23 sentyabr günüdəki tunji yığında Amerika prezidenti Donald Trump öz fəaliyyətini klimat məsələsi bilan emas, bəlkə türlük ziyankeşliklərə duş keliyotgan dini etiqad cəmiyyətinin növbətdəki müşkilatlarga dünyanın konkret yardım qolunu sunish haqidagi chaqiriqlar bilan başladı. Mazkur yığının temisi dini etiqad erkinligini qo'g'dash haqida dunyoviy chaqiriq bo'lib, oldi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi Kelly Craft xonim so'z qilib, navbatda dunyo bo'yicha dini e'tiqod jamiyatining ziyonkashlik uchirishi borgan sari ig'irlayotganligini, shu sababdan har qaysi holatdagi yetakchi shaxslardan bo'lgan yig'in ishtirokchilarining amaliy xizmat qilishining to'limi muhim ekanligini ta'kidlab, bu jihatda prezident Donald Trump va uning boshlamchiligidagi Amerika hukumatining yolg'iz eg'izida so'zlab qo'yish bilan kifoya qilmasdan, yana qo'l tutib bir qator amaliy xizmatlarni vujudga chiqarganligini, jumladan 2019 yili chaqirilgan ikkinchi navbatlik diniy e'tiqodni olg'a surish ministerlar yig'inining ana shu maqsadda o'rinlashtirilganligini ko'rsatdi. Arkadan söz algan Amerika'nın muavin prezidenti Mike Pence növbətdə dini etiqad erkinligining tahdidlarga duch kelishi bilan birga e'tiqodchi ommaning bevosita hujum nishoni bo'lib qilayotganligini, Amerika Qo'shma Shtatlarining e'tiqod ustiga bino qilingan mamlakat ekanligini, shu sababdan Amerika hukumatining bu xil diniy haq va huquqlarni hamma irqdagi har bir shaxsning muqaddas haqlaridan biri deb qarab kelayotganligini, dal mushundaq bo'lganlik uchun Donald Trump hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Amerika hukumatining diniy e'tiqod sohasidagi ziyonkashliklarni cheklash uchun bir qator tashkilotlarni qurib, $100 million pul ajratganligini, shu qatorda navbatda diniy e'tiqod haqlarining shaklinishi va diniy jamoatning ziyonkashlik uchirishiga misol qatorida Xitoy Kompartiyasining masjid va chirkavlarni chekayotganligini, imom va poplarni tutqun qilib, Qur'on, Injilni ma'ni qilish bilan birga 1 milliondan ortiq Uyg'urni lager qamag'anligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, Mike Pence'ning alohida tunishtirishi bilan Amerika prezidenti Donald Trump so'z oldi. O so'zida hozir dunyo nopasining oz deganda 80% yashayotgan mamlakatlarda diniy e'tiqod erkinligining cheklanayotganligi, tahdidlarga uchrayotganligi yoki ma'ni qilinayotganligini, bu holning yahudiylar, xristianlar, musulmonlar va boshqa diniy jamoatning beshiga kelayotganligini so'zlab kelib, diniy jamoat o'zlarining diniy aqidalarida ching turganligi uchun shu joydagi hukumatlarning cheklishiga, ziyonkashlik qilishiga, hatto o'ltirib etishiga duch kelyapti. Bu ishlarga odamning rostli ishongisi kelmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining barpo bo'lishidagi prinsip shuki, haq va huquqlarni hukumat emas, balki iloh insonlarga baxsh etgandir dedi. O so'zining davomida Amerikaning asosiy qonuniy va boshqa tüplük haq-huquqlardagi mazmunlarni naql keltirib, gullangan va avvatli qipirgangan bir jamiyat uchun birovning o'z e'tiqodiga ergishishidimi muhimroq huquq bo'lgan emas deb ko'rsatdi. Hamda har qaysi mamlakatlarni diniy e'tiqod erkinligiga ziyonkashlik qilish qilmishlariga xotim berishga chaqirdi. Shuning bilan birga diniy e'tiqod jamoatiga qarshi o'tirib chiqayotgan jinoyatlarni to'xtatish, vijdon mahbuslarini qo'yib etish, zulm uchrayotgan himoyasiz va ojiz o'rindagi diniy jamoatni bo'zaq qilishni oxirlashtirish, ularning qalbidagi e'tiqodga qo'l solmaslik haqida yana bir qator murojaat qildi. Bo'libmi uning bir prezident bo'lib sifati bilan diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dash men izchil qilib kelayotgan, shuningdek eng oldi bilan qiladigan ishlarimning biri deganda zaldagilarning kuchli olqishiga erishdi. Bu qatim qilganda so'z qilishga bir qism Uyg'ur vakillarim taklif qilingan bo'lib, Washington shahridagi Uyg'ur harakati tashkilotining ommaviy ishlar direktori Javhar Ilhomga o'ziga berilgan qisqagina 2 minutlik vaqtda dadisi Ilhom To'xtaning haqiqatni yoqlash va o'z e'tiqodiga ergishishni tanlaganlik uchun umrlik qamoq hukm qilinganligini, amdilikda bo'lsa millionlagan Uyg'urning ashundaq mahkumlikka giribtor bo'layotganligini, Uyg'urlarning tili, madaniyati, diniy e'tiqodining hammasini hujum nishoni bo'layotganligini so'zlab kelib, Xitoy hukumati uchun hozir Uyg'ur bo'lishning o'zi jinoyat. Ular Uyg'urlarni terrorlikqa qarshi turish nomida bostiryapti. Bu amaliyotda Uyg'urlarni yo'qotish harakati. Uyg'urlarning diniga e'tiqod qilishi terrorlik yoki bo'lgunchilik emas dedi. Sentyabr kuni Tayvanning tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, Tinch okeandagi Kiribati Jumhuriyati mushabda Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzgan ikkinchi davlat hisoblanadi ekan. Tayvan tashqi ishlar ministri Joseph Fu muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, o'z davlatining Kiribati Jumhuriyati bilan diplomatik munosabatni uzganligini bildirgan. Uningdan 4 kun ilgari Tinch okeandagi Solomon orollari hukumatı Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatishni qaror qilib, Tayvan hukumatining qattiq tanqidlashiga uchragan. Solomon orollari va Kiribati Jumhuriyatining Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzishi bilan Tayvan bilan diplomatik munosabatni saqlab turayotgan davlatlarning soni 15 ga tushib qolgan. Xitoy bilan Kiribati Jumhuriyatining 2003-yilgacha diplomatik munosabati bor bo'lib, 2003-yildan keyin Tayvan bilan munosabat o'rnatib Xitoydan yuz o'rgan. Xitoy hukumati Tayvanni e'tirof qilgan har qanday davlat bilan munosabat o'rnatmaymiz degan pozitsiyada bo'lib kelmoqda.
Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın rafiqasi Amina Erdoğan Birleşken Devletler Teşkilatı 74. növbetlik umumiy kengashi doirasida Nyu-Yorkda Amerikalik musulmon ayollar vakillari bilan ko'rishdi. Hamda so'z qilib, irqiy ayrimchilikqa o'xshash insonlarni nafrat keltiradigan kasal fikrlarning islomning xotirjamlikka to'lgan ruhida erib yo'qolganligini ta'kidlab, dunyoda tez avjilayotgan islomga o'chmanlik qilish iqimi sababidan musulmonlarning chetga qilishiga uchrayotganligini, musulmonlar terrorlik, ayollarga zulm qilish va urush bilan tilga ilinayotganligini, qabul qilinmaydigan ba'zi harakatlarning atalmish islom dini deb tunishtirilib, musulmonlarga qarshi ishlatilayotganligini va musulmonlarning texmo ittifoqlik ichida bo'lish kerakligini ta'kidladi. Amina Erdoğan oxirida yig'in qatnashuvchilarini Turkiyaga taklif qilib, yoshlarni Turkiyada universitet o'qishga chaqiriq qildi. Marmara dengizi Silivri qirg'oqlarida 5,36 kilometr cho'nqurlikda yer tavlash yuz berdi. Afat va jiddiy hodisa idorasining idora hayotlarining bayonotiga asoslanganda, Turkiya vaqti soat 11 da Marmara dengizi Silivri qirg'oqida 4,6 bal yer tavlash maydoniga kelgan. Bu yer tavlash Silivrining 20,18 kilometr kengligida yuz bergan. 5,36 kilometr cho'nqurlikda bo'lgan bu yer tavrashning boshda Istanbulga, orqadan atrofdagi shahar va noyalarga ta'sir bo'lgan. Voqeadan keyin Silivridagi ba'zi maktablarda o'quvchilar sinflardan sirtqa chiqarilib tarqoqlashtirilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.